Assalomu alaykum. Bugun 9-may. Men kutgan gilos Red Pacific. Shuncha yildan beri O'zbekistonga chiqarmayotganim bitta sababi uni mevasini ko'rishdi O'zbekistonda, pish davrini o'rganish. Mana bugun nimba terilyapti, bu ham pashti yetilib qolyapti. Nimbadan 3-4 kundan keyin chiqadi. Royalty o'rgalab pishdi va mana Red Pacificga yetib keldi. Red Pacificda ustunliklarini aytaman. Bandi juda ham qattiq, yaltirashi zo'r, mana ko'ryapsizlar, yaltirayapti. Erta pishadi. Buni kutadigan bo'lsanglar, Chilidan Xitoyga shakari 25 x bo'lganda, ichi ham qorayganda jo'natiladi. Hozir mana eng qizarganini ichini ko'rsataman. Hali tayyor emas mana. Dalaga oson ajralyapti, yopishgan joyi yo'q. Giant Redga o'xshab. Hozir ishlatasi past buni. Shakari yaxshi, yesa bo'laveradi bemalol, lekin ozgina kutiladigan bo'lsa juda ajoyib bo'ladi. Mana pishmagan nimalar o'lchaymiz. Razmerlarini va 28+ bo'lib turibdi hozir. Yiriklari bir haftada men o'ylayman 28-30 ga juda katta qismi o'tadi va ertaroq terish imkoniyatini beradi. Bandning uzunligi o'rtacha, band uzunligi bo'yicha gilos kitobimda ko'p narsalar aytildi. Ya'ni 2 sm dan uzun bo'lsa, band uzun o'rta hisoblanadi. Juda ham uzun emas, o'rtacha bemalol tersa bo'ladi. Mana bandning qattiqligini ko'rishimiz mumkin. Ovozi ham eshitilar balki. Bunisi chiqmadi ham даже. Zo'r. Ya'ni bu uzoq turishini, uzoqqa yetib borishini belgilaridan bittasi. Red Pacificga zakaz qilinglar. O'zini o'zi changlatadi. Qora